O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Qonun hujjatlariga kiritilgan qo'shimchalarga ko'ra, pivo va pivo ichimliklari, shuningdek tamaki mahsulotlari bilan chakana savdo qilishni boshlaganlik haqida vakolatli davlat organini xabardor qilingani to'g'risida tasdiqnomaga ega bo'lgan yuridik shaxs hamda yakka tartibdagi tadbirkorlar ushbu yig'imlarning soliq to'lovchilari deb e'tirof etiladi. Shuningdek, 2030 yil 1-yanvargacha parrandachilik mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi tadbirkorlar yuridik shaxslardan olinadigan yer solig'ini to'lashdan ozod etilishi belgilandi. Bundan tashqari, 2027 yil 1-yanvargacha kasaba uyushmalari federatsiyasi tizimidagi statsionar bolalar sog'lomlashtirish oromgohlari quyidagi soliqlarni to'lashdan ozod etiladi. Bino va inshootlarni, yer uchastkalarini ijaraga berishdan olinadigan daromadlari bo'yicha foyda solig'ini, ijaraga berilgan obyektlar va ular egallagan yer uchastkalari bo'yicha mol-mulk solig'i hamda yer solig'ini. 2025-2026 yillarda sayyohlar oqimini keskin ko'paytirish va turistik xizmatlar ko'lamini jadal kengaytirish orqali turizmning iqtisodiyotidagi o'rni va ahamiyatini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. 2025 yil 1-iyundan Bahrayn qirolligi, Kuvayt davlati va Oman sultonligi fuqarolari uchun O'zbekiston hududiga kirgan kundan e'tiboran 30 kunlik muddatga vizasiz rejim belgilanadi. 2025 yildan har yili 30-noyabrga qadar kelgusi turizmni rivojlantirish bo'yicha hududiy dasturlar ishlab chiqiladi. 2025 yildan har yili noyabr oyining 3-haftasida xalqaro turizm haftaligi tashkil etiladi. 2025 yil iyul oyidan O'zbekiston bo'ylab sayohat qil dasturini amalga oshirish uchun har oy 2-haftasining shanba va yakshanba kunlari oila va jamoa bilan sayohatga chiqish kuni etib belgilanadi. Farmonga ko'ra, respublika miqyosida yoshlar o'rtasida o'tkaziladigan sport musobaqalari g'oliblari qo'shimcha ravishda O'zbekiston bo'ylab sayohat yo'llanmasi bilan taqdirlanishi belgilandi. Davlat ijrochilarini ijro yig'imi hisobidan moddiy rag'batlantirish tartibi to'g'risidagi nizom Adliya vazirligida davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Nizom O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosining davlat ijrochilari va davlat ijrochisi maqomiga ega bo'lgan xodimlarini ijro yig'imi hisobidan moddiy rag'batlantirish tartibini belgilaydi. Davlat ijrochilariga beriladigan moddiy rag'batlantirish miqdorlari ijro ishi yurituv yagona elektron bazasi orqali avtomatik tarzda har oy yakuni bo'yicha hisoblab boriladi. Moddiy rag'batlantirish davlat ijrochilarining ish yurituvida bo'lgan tamomlangan ijro ishlaridan oy davomida to'lov tizimlari orqali undirilgan ijro yig'imining bir qismini ajratish orqali amalga oshiriladi. Moddiy rag'batlantirish har oy yakuni bo'yicha byuro direktori va hududiy boshqarma boshlig'ining buyrug'iga asosan keyingi oyning 10-sanasiga qadar amalga oshiriladi. Odam savdosi jinoyati uchun jazo choralari kuchaytirilayotganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasiga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Qonun bilan Jinoyat kodeksi 135-moddasiga odam savdosi bilan bog'liq bo'lgan jinoyatni sodir etganlik uchun jazo choralari kuchaytirilishini nazarda tutuvchi o'zgartirish kiritilmoqda. Unga ko'ra, odam savdosi jinoyatini qalbaki hujjatlardan foydalangan holda, xuddi shuningdek jabrlanuvchining shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni olib qo'ygan, yashirgan yoki yo'q qilib yuborgan holda sodir etganlik 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi belgilandi. Ilgari mazkur jinoyat uchun 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Shuningdek, ushbu jinoyat jabrlanuvchining o'limiga yoki boshqa og'ir oqibatlarga sabab bo'lsa, 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi ko'zda tutildi. Ilgari mazkur jinoyat uchun 8 yildan 12 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Aholiga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish tizimi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Qonun bilan kiritilgan qo'shimchalarga ko'ra, fuqaroning yoshga doir pensiyaga bo'lgan huquqi belgilangan axborot tizimlaridan olingan ma'lumotlarga asosan aniqlanadi. Agar fuqaro uning murojaatisiz proaktiv shaklda tayinlangan pensiya miqdoridan norozi bo'lsa yoki mehnat faoliyatini davom ettirish va keyinchalik yoshga doir pensiyaga chiqish istagini bildirsa, u tayinlangan yoshga doir pensiyani rad etish huquqiga ega. Bunda fuqaro xabarnomani olgan kundan e'tiboran 10 kun ichida pensiya jamg'armasi bo'limiga ariza bilan yoxud davlat xizmatlari markazi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali /gov.uz orqali so'rovnoma to'ldirgan holda murojaat qilishi kerak. Pensiya tayinlash to'g'risidagi ariza va so'rovnoma 10 kundan kechiktirmay ko'rib chiqiladi. Pensiyani fuqaroning murojaatini talab etmagan holda proaktiv shaklda tayinlash to'g'risidagi masala fuqaro pensiya yoshiga to'lgan kunning o'zida ko'rib chiqiladi.
Huquqiy eksperiment tariqasida davlat xizmatlarini ko'rsatish bilan bog'liq ma'muriy hujjatlar bo'yicha nizolarni sudgacha ko'rib chiqishning yangi tartibini joriy etish to'g'risidagi Prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra quyidagilar tasdiqlandi. Davlat xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha ma'muriy hujjatlarning qonunchilikka muvofiqligini sudgacha ko'rib chiqish tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Toshkent shahar Adliya boshqarmasi huzuridagi apellyatsiya kengashlarining namunaviy tartibi. Apellyatsiya kengashlari vaqtinchalik nizomda nazarda tutilgan 20 kun ostiq davlat xizmatlari yuzasidan qabul qilingan ma'muriy hujjatlarning qonunchilik hujjatlariga muvofiqligini sudgacha ko'rib chiquvchi yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan kollegial organlar hisoblanadi. Apellyatsiya kengashlari ma'muriy hujjatlarni sudgacha ko'rib chiqish orqali ularni qisman yoki to'liq bekor qilish, shuningdek ma'muriy hujjatlarga o'zgartirish kiritish bo'yicha ma'muriy organga majburiyat yuklash haqida qarorlar qabul qilish vakolatiga ega. Prezident iqtidorli farzandlari tashabbusini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimida Alberuniy nomidagi xalqaro maktab-internat tashkil etiladi. Maktabda o'quvchi ayoni 2025-2026 o'quv yilidan boshlanadi. Maktab bitiruvchilariga davlat namunasidagi ta'lim to'g'risidagi hujjat, shahodatnoma bilan bir qatorda yetakchi xorijiy oliy ta'lim tashkilotlariga o'qishga kirish imkonini beruvchi xalqaro ta'lim dasturi diplomi beriladi. Farmonga ko'ra 2027 yildan har yili yorqin iste'dod loyihasini amalga oshirish uchun nazarda tutilgan mablag'lar hisobidan maktab bitiruvchilari va milliy dastur ishtirokchilarining xorijiy ta'lim tashkilotlarida ta'lim olishi uchun 200 tadan kvota ajratiladi. Kvota xalqaro miqyosda e'tirof etilgan akademik reytingning eng ilg'or 100 oliy ta'lim tashkilotlari ro'yxatidagi tashkilotlarga kamida 50% grant asosida o'qishga qabul qilingan maktab bitiruvchilari va milliy dastur ishtirokchilariga ajratiladi. O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat va nomenklaturasini tasdiqlash to'g'risidagi Prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra quyidagilar asosiy maqsadli ko'rsatkichlar etib belgilandi. Tashqi iqtisodiy faoliyat va nomenklaturasining CIFTM kodlarini Jahon bojxona tashkiloti va Jahon savdo tashkilotining qoidalari asosida yuritish. Import bojxona bojlari va CIFTM kodlarini yagona hujjat asosida tizimlashtirish. Qaror bilan tashqi iqtisodiy faoliyat va nomenklaturasi tasniflash kodlari ro'yxati tasdiqlandi. 2027 yildan tovarlarni tasdiqlash va kodlashning uyg'unlashtirilgan tizimga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishini inobatga olib, CIFTMni boj tarifi bilan birgalikda yuritish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. 2025-2030 yillarda bolalar saratoniga qarshi kurashish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi milliy strategiyasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident qarori qabul qilindi. 2025-2030 yillarda O'zbekistonda bolalar saratoniga qarshi kurashishning asosiy maqsadlari etib quyidagilar belgilandi. Jumladan, bolalar saratonini erta bosqichlarda aniqlash holatlari ulushni 65% oshirish, onkologik va onkogematologik kasalliklarga chalingan bolalarning 1 yillik yashovchanligini 39% dan 90% gacha, 5 yillik yashovchanligini esa kamida 60% gacha oshirish, saraton kasalligiga chalingan bolalarni 100% ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam bilan qamrab olish. Qarorga ko'ra 2025 yil 1-iyulgacha elektron sog'liqni saqlash axborot tizimida onkologik va onkogematologik kasalliklarga chalingan bolalarni ro'yxatga olish, tashxislash, davolash, dispanser kuzatuvi hamda yo'naltirish jarayonlarini o'z ichiga olgan bemorlarning raqamlashtirilgan marshruti joriy etiladi. Bunda shifokor qabuliga masofadan yozilish hamda onlayn konsultatsiyalar o'tkazish imkoniyati yaratiladi. Respublikada sog'liqni saqlash tizimini va aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish tamoyillarini takomillashtirish orqali sohani isloh qilishni izchil davom ettirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident farmoni qabul qilindi. Aholiga birlamchi tibbiy sanitariya yordami ko'rsatishning yangi tizimini joriy etishning asosiy maqsadlari etib quyidagilar belgilandi. Jumladan, xalqaro tajribaga asoslangan aholiga birlamchi tibbiy sanitariya yordami ko'rsatishning yangi modelini joriy qilish, aholiga tibbiy yordam ko'rsatishda oilaviy shifokor ulushini 70% ga yetkazish, sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirish hamda tibbiyotda qog'ozbozlikni kamaytirish orqali tibbiyot xodimlari ish yuklamasini 30% gacha kamaytirish. Farmonga ko'ra tajriba sinov loyihasi doirasida birlamchi tibbiy sanitariya yordami muassasalari tibbiyot xodimlari bazaviy tarif stavkalariga quyidagi miqdorlarda qo'shimcha ustamalar to'lanadi. Sayyor tibbiy xizmat ko'rsatuvchi tibbiyot xodimlariga oylik lavozimi maoshi yoki bazaviy tarif stavkasining 50% miqdorida, tibbiyot brigadasiga belgilangan me'yorlardan 10% ortiqcha qo'shimcha biriktirilgan aholining har biri uchun mehnatga haq to'lash imkon miqdorining 0,3% miqdorida shaharlarda, 0,5% miqdorida tumanlarda, oila salomatligi bo'yicha maxsus o'quv dasturi asosida tashkil etiladigan kurslarning barcha bosqichlarini muvaffaqiyatli tugatgan tibbiyot xodimlari uchun sertifikatga muvofiq bazaviy tarif stavkasining 100% miqdorida. Tajriba sinov loyihasi doirasida tuman shahar markaziy shifoxonalarda shifokorlarning oylik lavozim maoshlari 20%, o'rta tibbiyot xodimlarining oylik lavozim maoshlari 10% miqdorida oshiriladi.